Assalomu alaykum. Navbatdagi mashqni ko'rishni boshlaymiz. Olimxon hikoyasi. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Birinchi ko'zga tashlanadigan narsa qarashlari. Mana bu. Mana qarashi, ne. Mana bu yerda ham qarash. Mana bu yerda ham qarash. Ko'rdingizmi? 3 ta qarash bo'lyapti-da. O'shandan bitta qoldirganingiz ma'qul. Ya'ni bitta qarashni qoldirganingiz ma'qul. Keladi. Bitta qarashni qoldirganingiz ma'qul. Chunki vaqtni ham cho'zyapti, ham ishni ham ko'paytiradi, ham bir xil narsa qaytarilyapti. Bir xil narsa qaytariladigan narsalardan nima deydi? Xalos bo'lgan yaxshiroq. Chunki maslahatim bittasini qoldirib qo'yganni olib tashlaganimiz ma'qul. Xo'p, qarashni o'ziga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda to'xtagandan keyin birdaniga bu yoqqa ketib qolyapti. O'sha narsani to'g'rilasa yaxshiroq bo'lardi. Chiroyliroq bo'ladi. Ya'ni vaqt berishimiz kerak. Mana bunday kelib to'xtagandan keyin mana shu holatda vaqt bering. 10 ta yoki 15 ta kadr mana shu pozada tursin. Jim turib tinsin, ya'ni settle in deydi. Ya'ni o'sha pozada tinib, o'sha pozada to'xtab oladi. Undan keyin mana bu pozaga o'tsa bo'ladi. Mana bu pozaga o'tish, e'tibor bergan bo'lsangiz, 25 dan boshlasak, 35 10 ta kadr juda sekin. Mana shu pozaga o'tishdi 4 ta yo 5 ta kadr qiling. Ya'ni tez borib, mana bu pozaga tez o'tadi-da, 4 ta 5 ta kadr, keyin qotib turadi. Mana shunday qotib turadi. Hozir kam qotib qolyapti. 5-6 ta kadr qotib qolyapti. O'sha cho'zilishini kamaytirasiz. Mana bu yerda 10 ta kadrdan emas, 5 ta kadrda qilasiz. 5 ta kadrlarni bu yoqqa qo'shasiz. Mana bu yoqqa qo'shasiz. Mana shu pozani o'zini saqlab turishga 5 ta plus 5 ta bilan 10 ta poza ushlab turasiz. 10 ta kadr ushlab turasiz. Xo'p, mana bu yerda to'xtab qolyapti. Mana bu yerda bir to'xtab qolyapti. To'xtashni yo'qoting. Mana shu ketishdan qarang, ne ketyapti-ku. Qarang. Pachoq bo'lishdan ketishdan to'g'ri mana bu pozaga borsin. Mana bu pozaga borsin. Ya'ni mana bu pozangiz bilan 37 bilan 52, 37 52. Ko'rdingizmi? Juda uzun bo'lib ketgan. Shu 37 dan 52 ga bir 5 ta yo 7 ta kadrga borsin bo'ldi. Qisqartiring. Mana o'rtada to'xtashni yo'qoting. Mana bu to'xtash kerak emas. To'xtash mana bu yerda bo'lishi kerak. Mana bu to'xtash, mana bu yerda 2 ta, 4 ta kadr to'xtatasiz. Mana shu pozani ushlab turasiz. Keyin sakraydi. Mana bu yerda sakrash pozasini uzunroq qilamiz. Tak, yaxshi. Tak. Yaxshi. Mana bu yerda nafas olishi biroz autokeylar bilan liniyali bo'lib qolyapti harakati. Bunday-da. A pozadan B pozaga, B pozadan C pozaga o'tyapti sizdagi. Shu bir xil o'tyapti. O'sha narsani A pozada ozroq ko'proq ushlab turib, keyin B ga o'tkazingda B pozada ko'proq, B pozaga oldinroq borsin. B dan ushlab turasiz, C pozaga oldinroq boradi. Buni kulishlardan qilasiz, ya'ni masalan 10-kadrga kulish qo'ygansiz, pachoq. 20-kadrga kulish qo'ygansiz, dumaloq. Mana shu ikkalasining o'rtasida interpolatsiya bo'lyapti. O'rtada kulish yo'q. 10 dan 10 masalan 12 ga yana bitta kulish qo'yasiz, bir xil kulish, pachoq bo'lib turadi.
yoki salgina tepaga ko'tarilgan bo'ladi, ozgina. Keyin 18 ga kulich qo'yasiz. Ana bo'lgan. Nima edi? Cho'zilgan. Cho'zilishni ham ozgina kamroq cho'zsangiz, shunda qarang, 12 dan 18 ga boradi. Tushundingizmi? 6 ta kadrga transition bo'ladi. Oldin siz 10 ta kadrga transition bo'lyapti. Ya'ni 2 barobar tezlashtirgan bo'lasiz animatsiya. Ikkita kadrdan ushlab turish hisobiga. Tak. Mana bu yerda keyin to'xtatishingizni maslahat bermayman. Mana bu yerda to'xtatmang, chunki ishingiz ko'payib ketadi. To'xtatsangiz, dumlarini to'xtatishingiz kerak, juda qiynalasiz-da. Shuning uchun mana bu yerda to'xtatsangiz yetadi. Mana bu yerda to'xtatmangda, birdaniga mana bu pozadan keyin, mana bu pozadan 234 dan keyin birdaniga 234 dan keyin 251-poza bo'lib ketsin. Birdaniga sakraydi. Shunda unday keladida, bunisi qo'yadi, birdaniga taq etib sakrab ketadi. Tushundingizmi? Mana shunaqa qilsangiz ancha osonroq va yaxshiroq tayming bo'ladi. Mana bu qarashlari ikkitasidan bittasini olib tashlash kerak. Umuman olganda boshida aytganimdek 3 ta bor ekan, 3 tadan bittasini qoldiring. Yoki mana bu yerdan bittasini qoldirasiz yoki nima qilasiz? Juda qarashlari juda sekin. Mana bu sekin. 88 dan 101 gacha ekan. 12 ta kadr. Buni 4 ta yo 5 ta kadrga tez boradigan qiling. Shup bitib qaraydigan bo'lsin. Keyin ushlab turasiz. Mana bu qaytishi ham juda sekin. Juda sekin. Uni ham tezlashtirasiz. 5 ta yo 6 ta kadr. Mana shular. Mana shular to'g'rilab yana bir ko'rsatsangiz, yana bir tekshirib beraman. Undan keyin ishimizda nima qilishni maslahatlashamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.